O'rtasini tozalashimiz kerak. O'rtada kuchli shoxlarni birinchi olaman. Keyin atrofi yoni bilan ishlayman, keyin oxiri bo'yi bilan tugataman. Ya'ni 3 ta ketma-ket qoida bilan hozir 1-2-3 qilib kesamiz. Gulkurtelar to'la turibdi. Ularni 20-30-40 santimetrgacha qoldirib kesamiz odatda. Bu hammasi uzun bo'lib ketgan sari mevalarimiz orqaga qarab ketadi maydalashib. Kam hosil qiladiganlar qachon kesadi desa, faqat o'rtani olib, bo'yini kesib, eng qalin shoxlar olib turadi. Gullar meva tugib bo'lgandan keyin, mevani ko'rgandan keyin kesiladi. Ingichka bu shoxlarda meva doim mayda bo'ladi. Shuning uchun kesayotganda bunga doim e'tibor berishimiz kerak. Assalomu alaykum. Mana o'rik daraxtini olib turibmiz. Xudo xolasa 3-yil 3-bargiga qarab ketyapti. Juda ham kuchli o'sib ketgan. Sababi kichkina daraxtga nima deydi? Yosh katta daraxtdek tuyulishi mumkin. Lekin bu yerda mana 24-yilda yaxshi meva bo'lmadi. Sovuq urganligi sababli Toshkent viloyati Norchontoy ko'chachilik xo'jaligidamiz. Matishli bog'imizda bu yerda o'zini changlatuvchi o'riklar sovuq urganligi sababli shu 23 dekabrdagi bular o'sishi yana ham kuchli bo'lib ketdi. Hozir qiladigan ishimiz umumiy daraxtni kuzatganimizda agar traktor qatoriga chiqib ketayotgan bo'lsa, yoyilib ketayotgan bo'lsa, sal tikaroq shoxlar beramiz, ya'ni tikaroq shoxlar qoldiramiz. Agar yoyilmasdan juda ham tikka o'sayotgan bo'lsa, tashqariga o'sishiga, yoyilibroq o'sadigan shoxlarga qoldirib kesamiz. Demak, o'rikda kesishda asosiy ikkita qoidani birinchi aytib oldim. Bundan keyin o'rtasini tozalashimiz kerak. O'rtada kuchli shoxlarni birinchi olaman, keyin atrofi yoni bilan ishlayman, keyin oxiri bo'yi bilan tugataman. Ya'ni 3 ta ketma-ket qoida bilan hozir 1-2-3 qilib kesamiz. Xudo xolasa mana qarab turasizlar, o'rtasidan bosh. Bu yerda juda ham gulkurteg ko'p. Har bittasida bu yerda endi gullari bir dona gulkurtegida bitta meva bo'ladi, xudo xolasa. Juda ham kurteglab ketgan. Bu juda ham meva ko'p. Buni yiriklashtirishda hozir harakatini qilamiz. Boshladik bo'lmasa. Demak, men kirib olishim uchun o'rtaga hozir joy ochaman sekin. O'rtasini ochamiz sekin. Menga eng ko'p kelayotgan savollardan biri, ya'ni Shuhrat Abrorovdan bog' tashkil qilishda, qayerga, qanaqa meva ekan, tuprog'imga nima payvandga mos keladi, changlatuvchilar, hammasi haqida juda ham ko'plab savollar keladi. Kursda, video kursda bu haqida to'liq qadam-qadam tushuntirib ketganman. Ya'ni bog'dagi o'sha tuproqni o'rganish, ob-havo, sharoit, suvni analizi, umuman navlar va payvandlar, meva turlari bo'yicha ham alohida darslarim bor. Bu o'sha 3 soatdan ortiq bo'lgan video darsligimizda hammasi jamlangan. Ramazon munosabati bilan juda ham arzon narxda bu narsani olib o'rganishlar mumkin va yangi mavsumga, ya'ni 25-yil bahor mavsumiga, kuz mavsumiga yangi bilimlar bilan kirib borasizlar va kamroq aldanishga bu juda ham katta yordam beradi. Yotib ketgan shoxlarni keyingi etapda olamiz. Hozir o'rtasini ochib olaylik. Bu o'rtasini ochishimiz pastki gulkurtelar saqlanishiga sababchi bo'ladi. Juda ham yotib ketayotgan paytda o'rtaga tikaroq beraman. Mana hozir o'rtasi ochildi. Endi o'rtaga qarab o'sayotgan shoxlar yengil-yengil siyraklashtiraman. Endi bu yerda mana mevali gulkurteli 2 yoshli shox turibdi. Bu eng yirik bo'lgan mevasi. Buni men qaytarib kesaman bu yerda. Oldingizmi? Gulkurtelar to'la turibdi. Ularni 20-30-40 santimetrgacha qoldirib kesamiz odatda. Mevaga qoldirish uchun o'rtan ochib olganimizdan keyin bu ish bilan shug'ullansak bo'ladi. Bu yoqda ham mana kaltaroq qilib kesaveramiz. Bu hammasi uzun bo'lib ketgan sari mevalarimiz orqaga qarab ketadi maydalashib. Xo'p, endi qiladigan ishim tashqariga otganlarni olaman. Shunda tikka liderlarim qolish kerak oxirida. Yerga tegishi mumkin bo'lganlarni qaytaraman. Birinchi o'rinda bu yoqqa qarab chiqib ketyapti bu ham.
tikkaroq beramiz. Keyin kichkina qaychida ursam ham bo'lar ekan, birinchi o'tayotganda urib chiqamiz. Demak, o'rtani ochdim, endi atrofi bilan ishlayapmiz. Ikkinchi etap. Orqaga qaytarib kesamiz, traktorga xalaqit bermaydi. Bitta mana ichkarida shoxlay beraman, bu yotib ketmoqchi. Bitta ashitdan olsak ham bo'lar ekan. Shunda bir qavat shox bilan qolamiz. Mevali kurtiklarimiz ko'p. Yaxshi ko'rinmayotgan bo'lsa, ko'p kesilib ketyapti deb o'ylash mumkin. Hop, bitta ham olaman. Bular kaltaroq qilamiz. Hop. Bu juda ham qalin, mana turishi hozir. Buni serilashtiramiz. Hop, bitta o'zi batamon bitta shoxdan voz kechishim kerak ekan. Bo'lmasa qiyin bo'ladi. Ancha yengilladi. Bir-biriga kirishib kuchli o'sib ketibdi. Yog'ni kichkina uramiz. Hop, bu tikkaligi yaxshi. Mana uni pastdan olamiz. Hozir mayda qaychida kiraman qayta. Qaysi? Buni mevaga deb qaytarsak ham bo'ladi. Metlar qalin. Buni bo'yini mana 2 metrdan oshiqda bersak bo'ladi. Bo'ladi. To'la. Ketamiz. Kesib ketamiz. Hop. Asosiylar avvalda endi kichkina qaychida yengil yuramiz. Juda ham mevasi ko'payib ketgan, sekin o'sgan. Yilning oxirida shuna juda ham kurtiklab ketadi. Ular kaltaroq qilmasa mevasi mayda, bu qurigan shoxlar. Bitta meva yaxshi. O'rtada ham qurigan, chunki quyosh kirmagan bu yoqqa. Qurib ketgan. Endi kam hosil bo'ladigan bo'lsa, agar sortlari sal ko'proq qoldirib gullashgacha, gullashga qancha ko'p gul bilan kirib borsa, shuncha meva ushlash yaxshi bo'ladi. Agar har yili kam ushlaydigan sortlar bo'lsa, buni kuchli kesalmaymiz. Faqat o'zini changlatuvchilar biz shuni kesamiz. Sovuq urmasligini bilganimizda
Demak, u kam hosil qiladiganlar qachon kesadi desa, faqat o'rtani olib, bo'yini kesib, eng qalin shoxlar olib turadi. Gullab meva tugib bo'lgandan keyin, mevani ko'rgandan keyin kesiladi. Agar mana shu yerda 20 ta 30 ta meva ushlab olgan bo'lsa, yarmini kesib tashladi. Shu orqali seriylashtirib oladi. Agar hosil kam bo'ladigan bo'lsa, qoldiraveradi. O'rtani ochdi, qalin shoxlar oldi, bo'yini qo'ydi, bo'ldi. Ya'ni shu bilan biz gullashga maksimalli gul bilan kirib olishimiz kerak. Endi ko'pchilik kech qolamiz kesishga deb erta kesib qo'yadi. Bu eng katta xato. Bu ishni qilmasligimiz kerak bo'ladi. Quyosh kirib borish kerak hamma joyga. Ustimiz turganlar hammasi. Ingichka shoxlar doim mevasi maydaroq bo'lib qoladi. Shuning uchun bular uzun qo'yib bo'lmaydi. Hamma meva juda ham ko'p. Ushlab olsa, seriylashtirishda muammo bo'ladi. Chunki odatda o'zi yirik meva mana qangi qalin shoxlardan boshlanadi mana. Shunaqangi qalin shoxlarda meva yirik bo'laveradi. Mana ingichka bu shoxlarda meva doim mayda bo'ladi. Shuning uchun kesayotganda bunga doim e'tibor berishimiz kerak. Quyosh tegmasa, yilda oxirida o'sib chiqqanlar shunaqa bo'ladi. Baquvvat qalin quyosh yegan yaxshi o'sganlarda eng yirik meva bo'ladi. Ya'ni yiriklashtirishda birinchi o'sha kurtedagi joylashuvi o'ta muhim hisoblanadi. Shuning uchun bunaqa maydalarni ozgina kesib qo'yayotganim sababi shu. Hozirdan bu o'zini changlatuvchi bo'lgani uchun, agar changlatmaydigan bo'lganda qoldirardik bular hammasini. Lekin bu maydalarni emas. Maydalarda meva bari mayda bo'lib qoladi. Endi bu yerda juda ham qalin daraxtda, qo'pol qilib aytganda biz shu sovuq urganligini hisobiga kesmaganmiz o'zi. Yengil o'rtasi ochilgandi. Shunda ham yana bari o'sib chiqqan. Oxirgi holatda mana turibdi. Endi bu yerda mevani sonini sanash juda ham muhim. Har bir metrga, masalan, 1 kilodan meva qo'yishni reja qilsak, 1 kilo mevamiz og'irligini endi o'rtacha o'ringlar 50, endi 80 gram slishkim kattalari bo'ladi. Gramiga qarab turib 50, 60, 70 gramli o'rik olamiz desak, har bir metriga agar 1 kilodan qoldirsak, bu 20 ta meva bo'ladi. Har 5 santimetrda bittadan meva joylashishi kerak. Bu yerda umumiy hisoblaganimizda hozir 5 bo'yini 2 metr desak, yarim metr pastda yo'q, 1,5 metrdan o'rtacha 20 ta shox bo'lsa, 30 metrcha maydonimiz bor. 30 kilo meva oladigan bo'lsak, daraxtlarda 1 gektardan 20 tonnaga chiqadi. Endi bu yerda 30 kilo meva qiyin bu yilga. Shuning uchun maksimalni hisoblab turib orqaga qarab yursak ham bo'ladi, hisoblayotganimizda. Mana shu yerdan agar 15 kilo yirik yaxshi meva oladigan bo'lsak, 10 tonna meva bo'ladi xudo xolasa. Endi bu 3 yoshli daraxtlar aytdik, ya'ni 3-barkiga o'tyapti xudo xolasa. Shunaqa gaplar. Podpiskani bosib, like bosishni unutmaymiz. Rahmat. Menga eng ko'p kelayotgan savollardan biri, ya'ni Shuhrat Abrorovdan bog' tashkil qilishda, qayerga, qanaqa meva ekaman, tuprog'imga nima payvandga mos keladi, changlatuvchilar, hammasi haqida juda ham ko'plab savollar keladi. Kursda, video kursda bu haqda to'liq qadam-qadam tushuntirib ketganman. Ya'ni bog'dagi o'sha tuproqni o'rganish, ob-havo, sharoit, suvni analizi, umuman navlar va payvandlar, meva turlari bo'yicha ham alohida darslarim bor. Bu o'sha 3 soatdan ortiq bo'lgan video darsligimizda hammasi jamlangan. Ramazon munosabati bilan juda ham arzon narxda bu narsani olib o'rganishlar mumkin va yangi mavsumga, ya'ni 25-yil bahor mavsumiga, kuz mavsumiga yangi bilimlar bilan kirib borasizlar va kamroq aldanishga bu juda ham katta yordam beradi.